to'rtta kachol qo'yilgan. To'rtta kacholdan podacha obratga podacha obratga olib gidrostelka kelgan. Gidrostelkadan pastga shaxtaga tushgan, binoga ketgan keyin. U yoqqacha nechadir metr ketgan, uni ko'rsataman. 3 ta nasos qo'yilgan. 3 ta nasos qo'yilganining sababi basseynda bu. Basseynda kunni issiq kuni, sovuq kuni bitta kachol, ikkita kachol ishlaganda nasoslarni ham bittasini, ikkitasini ishlatib, mощностьga to'g'rilab regulirovka qilib olish uchun maydalab qo'yilgan. Bitta rабочий, bitta rezervni qo'yib qo'ysa, bitta rабочий degani bu 4 ta kacholimiz hozir bizda 4000 kilovat bo'lsa, bo'ldi 4000 kilovat tashiydigan. Bu yerda bo'lsa, o'z har xil qilib qo'yilgan, har xil 1000 kilovat, 1.5 2000 kilovat tashiy oladigan qilib qo'yilgan. Расширительный baklari kachenniki, kachenni и kachennini shit управленияsi. Ana garelkalar hamma narsalarga qo'yib chiqilgan. Masalan, nima yoqib bilinib turadi, nima o'chiq bilinib turadi.